Navoiyni sevaman. Qadrli o'rtoqlar, ko'rinishimga e'tibor bermaydi. O'zi shunaqa tayyorlanib chiqmagan kunimda shunaqa zo'r ishlar chiqadi. Xullas Navoiyga Rayhon keldi va gala konsert bo'lishi kerak edi. Aslida konsertga borish rejamda yo'q edi. Lekin opamning yaqin dugonasi qo'ng'iroq qilib Rayhonga yaxshi mobilograf kerakligini va meni tavsiya qilganini aytdi. Respekt. Hayajonni yengib, avval Rayhon uchun maxsus gul oldim. Keyin esa Dora opajonimning sehrli qo'llaridan foydalandim. Opam ham menga omad tilab kuzatib qo'ydilar. Shogirdim bilan Rayhon joylashgan mehmonxonaga bordik. U yerda ko'plab san'atkorlar bilan ko'rishib, suhbatlashdik. Ammo video olishga juda ham uyaldim. Lekin qisqa ular qaramayotgan vaqtda olib qo'ydim, albatta sizlar uchun. Keyin Rayhon bilan viloyat hokimiyati tomon yo'l oldik. Odamlar shunchalik ko'p ediki, ko'rib ko'nglim quvonib ketdi. Nafaqat sevimli san'atkorim, balki san'atkorlarim kelganidan juda ham xursand bo'ldim. Ularning hammasi ochiq ko'ngil, shunaqangi oddiy insonlarki, juda ham ko'nglim ko'tarildi. O'shanda ichimdagi gaplarni sizlarga qanaqa qilib tushuntirib berishni bilmayman. Hozir ham o'sha mayk bo'ldi-da. Sevimli san'atkorim Rayhonning navbatlari kelgunicha intervyular oldik, suratlarga tushdik. Nihoyat Rayhon sahnaga chiqdilar. U kishiga qanday video tayyorlab berganimni keyingi postda ko'rsataman. Xullas, bir kunlik baxtli kunim shu tarzda o'z nihoyasiga yetdi. Xullas, biz ketamiz.